Aziz do'stlar, biz omochlarimizni geri qaytarish xizmatini sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Tekizligini ko'ryapsizlar, haydashini. Do'stlar, bizni o'zimizda traktor, o'zimizda omochlar yer haydash xizmati chuqurligi ko'ryapsizlar, tizza bo'yi mana. Do'stlar, hop, mana shu bo'yi bo'lsa, tizza bo'yi bo'lsa, hozir mana bo'yi. Mana shu holat. Har ichida o'tiribman. Katta omochimizda haydayapti. Mana shu joyda ponni haydadi mana. Salafanlar bor ekan, hozir salafan ilinib qolibdi shuning uchun. Traktorimizni salarkasini yomon salarga qo'yib qo'ygan ekan, shuning uchun tovushi g'alati chiqyapti. Hozir ochilib chiroyli mana qo'yib ketadi yana. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz yana yangiliklar bo'lsa qo'yishga harakat qilamiz.